Bu pivo festivallari juda ham bizga kerak. U hamma aqlli bo'lib ketib, bir fikrlashni boshlab yuborish mumkin odamlar. 10-15 ta o'g'il bolani oldida kurukda qiz bola o'ynab o'tiribdi. Bo'lib ham ro'mollida. Bilagi zo'r birni yiqar, pivasi zo'r mingni. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Do'stlar, mana bo'lar ekan-ku, mana shunaqangi bir pivo festivallari desa ham. Bu pivo festivallari juda ham bizga kerak. Mana shunaqa festivallarni ko'paytirish kerak, do'stlar. Hozir biz bunaqa festivallarda o'rniga bir kitob festivallari ko'paytiradigan bo'lsak, bilasizlar nima bo'ladi? U hamma aqlli bo'lib ketib, bir fikrlashni boshlab yuborish mumkin odamlar. Videolarga ko'zim tushdi, o'sha pivo festivalida juda ham bir shovqin-suron bo'libdi, juda ham tartibsiz o'tibdi. Odamlar ham tiqilinch, juda ham olomon yig'ilgan. Buni yechimi oddiy-ku. Buni o'rniga shu kitob festivallari qilish kerak. Juda ham tartibli bo'ladi, sanoqligina odam keladi, sokingina, tinchgina bo'ladi. Kimlar kelganimda eslab qolsa bo'ladigan darajada bo'ladi. Kitob o'zi aslida bu pivodan ham xavfliroq narsa-da. Bitta pivo, bir piyola pivo bir kechaga ta'sir qiladi-da. Bitta kitob bir umrga ta'sir qiladi. Bu kitob juda xavfli narsa. Bu qurol bilan teng bu narsa. Bu haqida maqolalarimizdan bekorga emas, yoshlikda o'rganganmiz do'stlar. Mana bilagi zo'r birni yiqar, pivasi zo'r mingni. Yoshlikda ichilgan pivo toshga o'yilgan naqsh. Bunaqa maqollar juda ham serob do'stlar. Xullas, men nima demoqchiman? Pivang halol bo'lsa, ko'chada ich. Mana bu videoni bitta ko'ringlar-da. Ochig'ini aytaman, asabim juda ham qo'zg'otdi. Men tengi, mendan katta yoki mendan kichik bo'lgan bir birodarlarimizning opa-singillari demaychi yoki qizi. Nahotki farzandingizni kim bilan, qayerda, nima ish qilayotganligiga befarqsiz. Ayniqsa qiz bolaning. Qiz bola birovni hasmi deylardi. U ko'z qorachiqdek asralish kerak edi. Hozirgi otalarga hayronman, qizini shunchaki qo'yib qo'yapti. Birodarlar, biz erkak kishimiz, o'zimizning opa-singillarimizni, bu qizlarimizni undoq bir tekshirib nazorat qilishimiz kerak emasmidi? Bizning hamiyatimiz yo'qmi? Bizning oriyatimiz yo'qmi? Qilpillab anta opa-singiz, qizingiz o'ynab tursa, qanaqa qilib siz o'zingizni erkakman deysiz yana? Bu jamiyatda, bu yurtda o'zi mana shunaqa erkinlik kerak deb talab qo'yganlarni hammasi tiqadigan joyga tiqib bo'ldi. Ahvolda qarang. 10-15 ta o'g'il bolani oldida kurukda qiz bola o'ynab o'tiribdi. Bo'lib ham ro'mollida. Biz hijob masalasiga o'tmaymiz, chunki bular hijobli hisoblanmaydi. Bizda O'zbekiston diyorimizda hijoblilar juda kam. Bo'lib ham ro'mollilar hozir bosib ketgan. Hammasi o'zi biladi qanaqa nima uchun o'raganini. Mayli, gap bularni o'ragan ro'moli yoki hijobida emas, masala shunchaki shuncha erkak kishini oldida o'ynashlik, shuncha erkak kishini oldida qilpillashlikda, erkinlik, demokratik davlatda yashayapmiz. Kim nima istasa shuni qiladi, lekin biz erkak kishimiz-ku. Men qizingizga nisbatan chora ko'rib, zulm qilib, unga nisbatan qattiq qo'llik qiling demayman. Shunchaki kim bilan qayerda nima ish qilayotganini surishtiring. Telefonini olib tekshiring. Qaysidir bitta bola sevgisi xor quvvatdimi, orqasidan kimdir yuribdimi, yo bo'lmasa ko'ngliga kirmoqchimi, kimdir aldayotgan bo'lishi mumkindir. Yo bo'lmasa internetlarni olib tekshiring. Qizingiz, opa-singlingiz nimalarga qiziqyapti, nimalarni kuzatyapti, kimlarni ko'ryapti va nimadan o'rnak olyapti, kimni o'ziga fana tutib, kimni o'ziga yaqin olyapti, kim dugonasi uni. Bularni erkak kishi vazifasi-ku bilishi. Uyat, bu O'zbekistondan mana shunaqa qiliqlar, mana shunaqa videolar chiqishligi uyat. Bu jamiyat bu qatga ketyapti. Qiz va ayol bu erkak kishining oriyati, hamiyati, g'ururi hisoblanadi. O anatda opa-singling, qizing qilpillab badanini qimirlatib, 10 ta erkakning o'rtasida o'ynayapti desa, tiriklang o'lganingiz yaxshi. O'zbekistonni juda ko'p sharmanda qilayotgan mana shu ro'mollilar hisoblanadi-da. Shunaqa bilchillatib asli qo'yaverasizlar ekan. Ko'p erkaklar ro'molli qizlarni xush ko'rib yaxshi ko'rardi. Shunaqa holatga olib kelyapsizlarki, hayf sanga ro'mol, sendan ko'ra o'ramagan 1000 marta yaxshi devoradigan holatga olib kelib qo'yapsizlar.